Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2026-yilda uyimga steyashka qildirganim yaxshimi yoki asfalt bostirganim yaxshimi deganlarga video tayyorladik. Oxirigacha ko'ring, foydali bo'ladi. Agar siz xuddi mana shunday steyashka qildiradigan bo'lsangiz, steyashkada 1 yil 2 yil o'tgandan keyin xuddi mana shunday yoriqlar va ustida ko'chishlar paydo bo'lib, ancha o'z sifatini yo'qotyapti. Bugungi kunda xudo xolasa Farg'onaning nomer 1 bo'lib turgan asfaltini tavsiya qilyapmiz. Asfalt steyashkaga nisbatan uzoq yil xizmat qiladi va qish kunlarida unchalik steyashkaga nisbatan issiqroq bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak ham, narxi ancha hamyonbop bo'ladi. Misol uchun, steyashkani 1 kvadratini o'rtacha hisobda 50 ming so'mdan xizmat haqqini o'ziga 50 ming so'mdan olishyapti ekan ustakalarimiz. Endi bu vodiydagi narx. Vodiyda ham har joyda har xil. Misol uchun bir joylarda 80 ming ham deyishdi 1 kvadratini xizmatini o'zini steyashkani. Bu asfaltga keladigan bo'lsak, steyashkadan ancha narxi ham arzonroq tushadi va uzoq yil xizmat ham qiladi. Endi buni akalarimiz qanday qiladi desalaring, xuddi mana shunday avval uklonlarni chiqarib, xuddi mana shunday zaspkalarni trambovka qilib asfalt bosishni boshlashar ekan. Undan keyin chiroyli qilib asfaltlarni ham bosishib berar ekan. Qalinligi qanaqa bo'ladi desam, 7 sm tashlaymiz va bosilgandan keyin 5 sm qalinlikda qoladi deb ustakamiz aytishdi. Xudo xolasa ekranda nomer qoldirib qo'ydik. Akalarimiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Bemalol telefon qilib narxlarni kelishib ishlarni bitiraverasizlar.